Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 21 yildan dafn etish bilan bog'liq yangi tartiblar, pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasi, bank kartasi, nafaqa puli va dafn uchun beriladigan yordam puli masalasida nimalar mumkin, nimalar qat'iyan mumkin emas. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi, keksa qarindoshlar bor. Eng katta xatolar aynan shoshilinch va og'ir paytda, ya'ni odam vafot etganda qilinadi. Men sizdan iltimos qilaman, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam keyin jarima. Ortiqcha yugur, pulni qaytarish talabi yoki hujjat muammosiga duch kelmaydi. Bugungi gapimni oxirigacha eshiting. Chunki ayrim joylari ko'pchilik o'ylaganda ancha jiddiy. Avval qanday edi? Ko'p oilalarda shunday amaliyot bor edi. Pensionerning bank kartasi farzanda turardi, pin kodini oila a'zolari bilardi. Pensiya tutsa olib ishlatardi. Agar pensioner vafot etsa ham ayrimlar baribir bu pul otamizniki yoki onamizniki edi. Dafn xarajatiga ishlatamiz deb kartadan pul yechib olardi. Ba'zilar esa vafot etgandan keyin ham pensiya tushib qolsa, davlat o'zi o'tkazibdi-ku deb sarflab yuborardi. Yana ayrim hollarda dafn marosimi hujjatsiz, qabristondagi mas'ul shaxs bilan og'zaki kelishuv asosida tibbiy ma'lumotnoma yoki o'lim guvohnomasi to'liq rasmiylashtirilmasdan amalga oshirilardi. Endi esa tartib keskin aniqroq bo'lmoqda. 25 iyuldan e'tiboran dafn etish, o'limni ro'yxatdan o'tkazish, dafn uchun yordam pulini olish, pensionerning hisob varag'i va pensiyasi bilan bog'liq harakatlar bo'yicha nazorat kuchayadi. Men bu yerda eng muhim narsani ochiq aytaman. Pensioner vafot etgandan keyin uning nomidagi bank kartasidan pul yechish, uning nomidan elektron xizmatlardan foydalanish, pensiyani davom etayotgan daromad sifatida ishlatish xavfli holatga aylanadi. Bu pul sizniki bo'lib qolmaydi. Avvalo huquqiy tartib bo'yicha tekshiriladi. Bu dafn etish taqiqlanadi degani emas. Hech kim marhumni dafn qilishni taqiqlayotgani yo'q. Gap boshqa narsada. Dafn jarayoni rasmiy hujjatlar bilan belgilangan tartibda, qabriston reyestri, o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma va fuqarolik holati dalolatnomasi asosida yuritilishi kerak. Shuningdek, vafot etgan pensionerning puli bilan bog'liq har bir harakat qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Birinchi muhim masala. Odam vafot etgan sanadan boshlab uning nomidan moliyaviy harakat qilish mumkin emas. Masalan, 7000 yoshli ota Urmakli iyul kuni vafot etdi. Uning kartasida 1.800.000 so'm pensiya bor. Farzandi kartani biladi, pin kod qo'lida. U ertasi kuni bankomatdan 1 million so'm yechib, kafan, transport, osh, qabriston xarajatlariga ishlatdi. Oddiy hayotda bu tushunarli ko'rinadi. Lekin huquqiy tomondan qaraganda karta egasi vafot etgan. Demak, uning nomidan karta operatsiyasi qilish shubhali operatsiya sifatida ko'rilishi mumkin. Keyinchalik bank, pensiya organi yoki meros masalasida boshqa vorislar savol bersa, bu pulni kim, qachon va nima asosda yechganini tushuntirishga to'g'ri keladi. Ikkinchi masala. Vafot etgandan keyin ortiqcha tushgan pensiya qaytarilishi mumkin. Masalan, pensioner 10 iyul kuni vafot etdi. Lekin uning hisobiga 2 iyul kuni navbatdagi pensiya tushdi. Oila a'zolari bu pulni marhumning oxirgi puli deb ishlatib yubordi. Aslida esa vafot sanasidan keyingi davr uchun hisoblangan to'lov ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Keyin mas'ul organlar bu summani qaytarishni talab qiladi. Agar summa kichik bo'lsa ham, masala noqulay bo'ladi. Ariza, tushuntirish, bank ko'chirmasi, ba'zan sudgacha boradigan bahslar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi masala, dafn uchun alohida yordam puli bor. Ko'pchilik buni bilmaydi yoki kech biladi. Dafn marosimini tashkil qilgan shaxs bu farzand bo'ladimi? Turmush o'rtog'i bo'ladimi? Aka-uka yoki boshqa qarindosh bo'ladimi? Belgilangan tartibda dafn nafaqasi yoki dafn xarajatlari uchun yordam pulini so'rab murojaat qilishi mumkin. Buning uchun marhumning kartasidan yashirincha pul yechish shart emas. To'g'ri yo'l bor. O'limni ro'yxatdan o'tkazasiz, kerakli hujjatlarni olasiz, tegishli tashkilotga ariza berasiz va mablag' qonuniy tarzda rasmiylashtiriladi. To'rtinchi masala. Kim xavotir olish kerak? Eng avvalo, uyda pensionerning kartasi farzandlari qo'lda turgan oilalar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bobo yoki bu kartadan foydalanishni bilmaydi. Farzandi har oy bankomatdan pul yechib beradi. Bu holat pensioner tirik paytida o'z roziligi bilan bo'lsa boshqa masala. Lekin pensioner vafot etgandan keyin o'sha odatni davom ettirish mumkin emas. Ayniqsa, bir kun oldin vafot etdi.
Lekin biz hali o'lim guvohnomasini olmaganmiz. Demak, karta ishlatsa bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Muhim sana hujjat olingan kun emas, vafot etgan sana hisoblanadi. 5-masala. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz hamma narsani rasmiy qilsangiz, qo'rqadigan joyi yo'q. Marhum vafot etganda tez yordam yoki shifokor chaqirilgan. O'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma olingan. FHDG orqali o'lim qayd etilgan. Qabristonda dafn joyi rasmiy qayd qilingan. Dafn yordami uchun ariza berilgan bo'lsa, siz to'g'ri yo'ldasiz. Qonuniy hujjat bor joyda keyinchalik isbotlash oson bo'ladi. Keling, aniq misol bilan tushuntiraman. Birinchi holat. Bebekimiz 2 yoshli onaxon vafot etdi. Uning 3 farzandi bor. Katta o'g'il kartadan 2 million so'm yechdi va dafn marosimiga sarfladi. Oradan bir oy o'tib, boshqa farzandlar meros masalasida bank hisobini tekshirirdi. Ko'chirmada vafot sanasidan keyingi yechim ko'rindi. Endi katta o'g'il men dafn uchun ishlatdim deb aytadi. Lekin qo'lida chek yo'q, guvoh yo'q, ariza yo'q. Natijada oilaviy nizo chiqadi. Agar u boshdan hujjat to'plab dafn xarajatlarini rasmiy yo'l bilan ko'rsatganida muammo ancha kamayardi. Ikkinchi holat. 76 yoshli pensioner 5 yil kuni vafot etdi. Pensiya esa 15 iyulda kartaga tushdi. Nevarasi bu pulni yechib, qarzlarni yopdi. Keyin ortiqcha pensiya aniqlanib, qaytarish talabi keldi. Nevara, men bilmaganman dedi. Ammo bilmaslik har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, vafotdan keyin kartaga pul tushsa, uni yechmang. Bank yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Bu pulning maqomini aniqlang. Uchinchi holat, yolg'iz yashagan pensioner vafot etdi. Qo'shnilar va mahalla dafni tashkil qildi. Qarindoshlar keyin topildi. Bunday vaziyatda ham rasmiy tartib juda muhim. Kim dafni tashkil qilgan bo'lsa, o'sha shaxs yoki mahalla mas'ullari tegishli hujjatlar bilan dafn yordami masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin marhumning uyidagi kartani topib olib pul yechish, hatto ezgu niyatda bo'lsa ham noto'g'ri yo'l. Endi eng nozik savol, marhumning kartasidagi oldindan yig'ilgan pul nima bo'ladi? Bu pul darhol yo'q bo'lib ketmaydi. U marhumning mulki hisoblanadi va meros tartibida ko'rib chiqiladi. Ya'ni vorislar notarial tartibda meros ishini ochadi, qonuniy muddatlar o'tadi. Keyin hisobdagi pul merosxo'rlarga taqsimlanadi. Agar marhumning turmush o'rtog'i, farzandlari ota-onasi bo'lsa, ular merosxo'r sifatida murojaat qiladi. Bu jarayonda bank ko'chirmalari, o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Yana bir nozik masala ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar farzandiga notarial ishonchnoma bergan bo'ladi. Farzandi shu ishonchnoma asosida pensiyani olib kelgan, bank ishlarini yuritgan. Lekin juda muhim qo'yda bor. Shaxs vafot etgandan keyin uning bergan ishonchnomasi amalda o'z kuchini yo'qotadi. Ya'ni menda ishonchnoma bor edi degan gap vafotdan keyingi operatsiyalarni avtomatik qonuniy qilib qo'ymaydi. Ishonchnoma tirik shaxsning irodasiga asoslanadi. Shaxs vafot etsa, endi meros tartibi boshlanadi. Yana bir holat. Pensioner kasalxonada vafot etsa, hujjat olish osonroq bo'ladi. Chunki tibbiy muassasa o'lim haqidagi ma'lumotnomani beradi. Uyda vafot etsa, oilalar ba'zan shoshilib, avval dafn qilishga yuguradi, keyin hujjatni o'ylaydi. Bu xato. Uyda vafot bo'lsa, avval shifokor yoki tez yordam chaqiriladi. O'lim holati qayd etiladi, tibbiy ma'lumotnoma olinadi. Shundan keyin FHDG orqali o'lim qayd qilinadi. Qabriston mas'ullari ham hujjatsiz dafn qilishga yo'l qo'ymasligi kerak. Qabriston bilan bog'liq yana bir muhim masala bor. Dafn joyi og'zaki shu yerga qo'yinglar degan tarzda emas, rasmiy qayd bilan berilishi kerak. Qabr joyi, marhumning familiyasi, ismi, tug'ilgan va vafot etgan sanasi, dafn qilingan sana qayd etiladi. Bu kelajakda juda kerak bo'ladi. Masalan, yillar o'tib boshqa qarindoshni yoniga dafn qilish masalasi chiqadi yoki qabr joyi bo'yicha bahs paydo bo'ladi. Agar reyestrda qayd bo'lmasa, isbotlash qiyinlashadi. Dafn marosimidagi xarajatlar bo'yicha ham bir narsani aytaman. Oila og'ir paytda xarajat qiladi. Kafan, taxta, transport, qazish ishlari, qabriston xizmati, diniy marosimlar, kelgan mehmonlarga ovqat. Lekin davlat yoki tashkilot tomonidan beriladigan dafn yordami odatda hamma xarajatni to'liq qoplash uchun emas, balki yordam sifatida belgilanadi. Shuning uchun men 20 million sarfladim. Hammasini qaytarib beringlar deb bo'lmaydi. Qaysi to'lov qoplanadi, qaysi biri qoplanmaydi. Bu alohida tartibga bog'liq. Ammo hujjatlarni saqlasangiz, hech bo'lmaganda dafn yordamini olishda qiynalmaysiz. Ko'pchilik tushmaydigan yana bir tuzoq. Pensioner vafot etganini vaqtida xabar qilmaslik. Ba'zan oila keyin boramiz deb yuradi.
Orada pensiya tushadi, kommunal to'lovlar avtomatik yechiladi, karta ishlaydi. Keyin hammasi chalkashadi. Men tavsiya qilaman. Vafotdan keyingi birinchi imkoniyatda o'limni rasmiy ro'yxatdan o'tkazing va pensiya to'lovini amalga oshiruvchi organga xabar bering. Bu sizni keyingi qaytarish talablaridan himoya qiladi. Agar marhumning qarzlari bo'lsa-chi, masalan, kredit olgan, kommunal qarzi bor, qarindoshdan qarz olgan. Bu holatda ham kartadagi pulni kimdir o'zicha olib ketish to'g'ri emas. Marhumning mol-mulki va majburiyatlari meros tartibida ko'riladi. Merosxo'r merosni qabul qilsa, qonunda belgilangan doirada majburiyatlar masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun kartadagi pulni yashirish, yechib olish, boshqa hisobga o'tkazish kelajakda meros nizosini kuchaytiradi. Yana bir istisno. Agar pensioner tirikligida o'z pulini oila a'zolariga bergan bo'lsa, masalan, naqd qilib olib, bu dafnimga ishlatinglar deb topshirgan bo'lsa, bu boshqa vaziyat. Lekin baribir nizoning oldini olish uchun guvohlar, yozma qayd, hech bo'lmaganda oilaviy kelishuv bo'lgani yaxshi. Chunki keyin bir farzand onam menga bergan deydi. Boshqasi yo'q, hammaniki edi deydi. Pul masalasida og'zaki gaplar ko'pincha urushga sabab bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda pensioner bo'lsa, uning hujjatlarini tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar, bank kartasi qaysi bankka tegishli ekani, yaqin qarindoshlar telefon raqami, tibbiy hujjatlar alohida papkada tursin. Bu og'ir kunda sarosimani kamaytiradi. Ikkinchi qadam, pensioner tirik paytida bank kartasidan foydalanish masalasini qonuniylashtiring. Agar farzand har oy pensiyani olib berayotgan bo'lsa, pensionerning roziligi bo'lsin. Lekin shuni yodda tuting. Vafotdan keyin karta ishlatilmaydi. Oilangizdagi hamma buni bilsin. PIN kodni bilish huquq degani emas. Uchinchi qadam, vafot holati yuz bersa, avvalo tibbiy qayd kerak. Uyda vafot etsa, shifokor yoki tez yordam chaqiring. Kasalxonada vafot etsa, kasalxonadan tegishli ma'lumotnomani oling. Tibbiy ma'lumotnomasi keyingi hujjatlar qiyinlashadi. To'rtinchi qadam, FHDga murojaat qilib, o'limni ro'yxatdan o'tkazing. Odatda marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjati, tibbiy ma'lumotnoma, murojaat qilayotgan shaxsning hujjati kerak bo'ladi. Natijada o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Bu eng asosiy hujjatlardan biri. 5-qadam. Qabriston mas'ullari bilan faqat rasmiy tartibda ish qiling. Dafn joyi qayerda, qaysi qatorda, qaysi raqamda yoki qaysi belgida qayd etilganini so'rang. Marhumning ma'lumotlari qabriston daftariga kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar to'lovlar bo'lsa, imkon qadar chek yoki yozma tasdiq oling. 6-qadam, dafn yordami uchun murojaat qiling. Qayerga borish kerakligi marhumning maqomiga bog'liq bo'lishi mumkin. Pensioner bo'lsa, pensiya to'lovlarini yurituvchi bo'limga, ishlagan shaxs bo'lsa, ish beruvchiga. Ayrim holatlarda mahalla yoki ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilinadi. O'zingiz bilan o'lim guvohnomasi, murojaat qiluvchining pasporti yoki ID kartasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, dafnni aynan siz tashkil qilganingizni ko'rsatuvchi ma'lumotlarni olib boring. 7-qadam. Arizada aniq yozing. Masalan, falonchi falon sanada vafot etganligi sababli dafn marosimini tashkil etdim. Belgilangan tartibda dafn yordami ajratishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, bank hisob raqamingiz to'g'ri yozilsin. Hujjat topshirganingiz haqida qabul qilingan sanani qayd qildiring. 8-qadam. Marhumning bank kartasiga tegmang. Agar kartada pul bo'lsa, bankka murojaat qiling va marhum vafot etganini xabar bering. Bank sizga meros tartibi, hisobni bloklash yoki keyingi amallar bo'yicha tushuntirish beradi. Agar karta yo'qolib qolsa, bu haqda ham bankka xabar bering. Karta oilada qolsa ham undan foydalanmang. 9-qadam, meros masalasi bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari, marhumning mol-mulkiga oid ma'lumotlar, bank hisoblari haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Meros masalasini kechiktirsangiz, keyin hujjat to'plash qiyinlashadi. 10-qadam, oilada oldindan kelishib oling. Kim shifokor chaqiradi, kim FHDga boradi, kim qabriston balatton bilan gaplashadi, kim hujjatlarni yig'adi, kim xarajatlarni yozib boradi. Og'ir paytda hamma bir-biriga qarab qolmasligi kerak. Ayniqsa, farzandlar ko'p bo'lsa, pul masalasida shaffoflik bo'lsin. Har bir xarajatni yozib boring. Kafan necha so'm, transport necha so'm, qabriston xizmati necha so'm. Bu ishonchni saqlaydi. Men yana bir maslahat beraman.
Pensioner ota-onangiz bilan bu mavzuda gaplashishdan qo'rqmang. Albatta bu nozik mavzu, lekin hayotiy mavzu. Ota-ona hujjatlaringiz qayerda turadi? Bankingiz qaysi? Biror qarzingiz bormi? Qanday istaklaringiz bor deb muloyim so'rash kerak. Bu hurmatsizlik emas, aksincha mas'uliyat. Demak, 21 yildan keyingi yangi tartiblarning eng muhim mazmuni shuki, dafn jarayoni hujjat bilan, rasmiy qayd bilan va qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Pensioner vafot etganidan keyin uning kartasidan pul yechish, tushgan pensiyani sarflash, ishonchnoma bilan harakatni davom ettirish xavfli. Dafn xarajatlari uchun esa qonuniy yordam olish yo'li bor. Buning uchun hujjatlarni to'g'ri yig'ish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugundan hujjatlarni tartibga keltiring. Oila a'zolaringizga bu qoidalarni tushuntiring. Hech qachon marhum nomidan bank operatsiyasi qilmang. Agar vaziyat yuz bersa, avval tibbiy ma'lumotnoma, keyin o'lim guvohnomasi, keyin qabriston qaydi, keyin dafn yordami va meros tartibi bo'yicha harakat qiling. Sizning hududingizda bu tartib qanday ishlayapti? Dafn yordamini olishda muammoga duch kelganmisiz? Pensioner kartasi yoki pensiya puli bo'yicha savolingiz bormi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, bobo-buvasi bor yaqinlaringizga yuboring. Bunday ma'lumot o'g'ri kunda odamni katta muammodan saqlab qoladi.